Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, ishonchli va so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Quritilgan olxo'ri va o'rik eksporti bo'yicha O'zbekiston dunyoda 3-o'ringa chiqdi. O'zbekiston so'nggi yillarda bog'dorchilik va meva-sabzavotchilik jadal rivojlanishi natijasida quritilgan olxo'ri va o'rik eksporti bo'yicha jahonda 3-o'rinni egalladi. Oziq-ovqat mahsulotlari eksporti esa yil boshidan 37% ga o'sib, 3 milliard dollarga yetdi. Prezidentning qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan muloqotida ta'kidlanishicha, so'nggi 3 yilda mamlakatda 155 ming gektar yangi bog' va tokzorlar barpo etildi. Intensiv bog'lar maydoni 150 ming gektarga yetkazildi. Shu asosda joriy yilda 3,4 million tonna meva, 2 million tonna uzum, 19,5 million tonna sabzavot, poliz mahsulotlari va kartoshka, 1 million tonna dukkakli va moyli ekinlar yetishtirildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hisobidan ichki bozorda narxlar barqarorligi ta'minlanmoqda. Shu bilan birga soha to'qimachilikdan keyingi eng ko'p valyuta tushumi keltirayotgan yo'nalishga aylandi. Oziq-ovqat eksporti yil yakuniga qadar tarixda ilk bor 3,2 million dollardan oshishi kutilmoqda. Meva-sabzavot mahsulotlarimiz eksporti geografiyasi ham kengayib bormoqda. Ular kirib boradigan davlat soni yana 18 taga ko'payib, jami 83 taga yetdi. Quritilgan olxo'ri va o'rikdan tashqari, O'zbekiston shaftoli va mayiz eksporti bo'yicha dunyoda 7-o'rin, gilos bo'yicha 8-o'rin, uzum bo'yicha esa 13-o'rinni egallamoqda.